Assalomu alaykum. Navbatdagi darvozamiz o'rnadi. Farg'ona Oltiariqqa 370 ga 380 razmeri. Xudo xolos mustahkam vaqot qilib o'rnatdik. O'chib yopilishadi. Buni qulflab qo'yibdilar ichkaridan. Buni kichik bolasi ham bor. Xudo xolos buni ham mustahkam vaqot qilib o'rnatdik. Yopilishlari ham mana shu bekilgan. Orqasidan ham ko'rsatayım. Mana shu bekilgan holati, orqa taraf ko'rinishi. Keyingi tarafi. Buni ham mustahkam vaqot qilib o'rnatdik. Ochilgan holatda ko'rinib turishi. Keyingi tarafini ko'rsatayım. Uyumlar sevgilarga, to'y yaxshi kunlarga ochilsin. Yostig'i changligi. Xudo xolisi ishimiz bitdi, qaytamiz. Bekilgan holat bo'ldi.